Liksimizni davamlaştırmaz. Hürmetlik vatandaş bugün çislağı 2022 yıl 5. ayının 21. günü. Endeki leksiya Amerika Qo'shma Shtatlari Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisining cheklangan ahvol ostida Şinjanni ziyorat qilishiga qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 5. ayning 21. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi Michel Bachelet'ning Şinjanni ziyorat qilishi ko'ngil bo'lishga boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi 5. ayning 20. kuni Juma kuni bunday ko'rsatdi. U, ya'ni Michel Bachelet xonim ziyorat jarayonida uchraydigan cheklamalar Şinjanda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquq ahvolini atrofli cheklamaga uchramaydigan tekshirishni umid qilgan orzularimizni yo'q chiqardi. Demak, ziyorat tekshirish cheklamaga uchrasa, bizning umidimiz yo'q chiqadi. Da'vatida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price 5. ayning 20. kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Michel Bacheletning Şinjanni ziyorat qilishi to'g'risida muxbirlar qo'ygan savollarga javob berdi. Bayonotchi Ned Price bunday ko'rsatdi. Men shunday deymanki, biz yaqinda elib beriladigan ziyoratga, ya'ni Şinjanda mustamlik Uyg'uristonda elib beriladigan ziyoratga qattiq diqqat qilamiz. Biz shunday tushundikki, o, ya'ni Michel Bachelet plan bo'yicha ziyorat elib berish jarayonida cheklamaga uchraydi. Biz mushularni nazarga olib, Cumhur Halk Cumhuriyeti hukumatining Şinjanda kishilik huquq muhitini atrofli cheklamaga uchramaydigan ahvolda zarur shartlar bo'yicha tekshirishga yo'l qo'ydiganligini faraz qilolmadi. Biz bunday hisoblaymiz deb davomlashtirdi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price. Biz bunday hisoblaymiz. Kishilik huquq valisi cho'qim shunday harakat qilishi kerak. Kishilik huquq valisining cho'qim shunday mustaqil harakat qilishiga yo'l qo'yilishi kerak. Kishilik huquq valisi Şinjanda kishilik huquq ahvoli to'g'risida cho'qim obyektiv va amaliy doklad tayyorlashi kerak. Bayonotning jumlalari buyruqqa aylandi vatandosh, diqqat qildingizmi? Bayonotning jumla, yana ovoz toni intonatsiyasi buyruq jumlaga aylandi vatandosh, diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price orqadan bunday ko'rsatdi. Bu rayonda ishonchli ziyorat elib berish, ya'ni Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida ishonchli ziyorat elib berish kishilik huquq valisi tanlab olgan, to'sqinlikka uchramaydigan, ochiq oshkora nazorat qilishga uchramaydigan ahvol ostida ta'sirga uchragan rayonlarda uchrashish, ya'ni xohlagan Uyg'ur bilan uchrashish, balki ziyoratdan umumiy xulosa chiqarish, dal vaqtida oqilona atrofli doklad tayyorlashi kerak. Biz, ya'ni Amerika buningga, ya'ni bu ziyoratga diqqat qilayotganligimizni Cumhur Halk Cumhuriyeti hukumatiga va kishilik huquq valiligiga izchil so'zlab keldik.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi işhanesi mındaq görsetdi. Mitchell Barchilet vali keler haftanın birinci günüdün başlap Cungo'ga 6 günlük ziyaret edip barıdı. Cümleden Gongju hem de Şinjan rayonu, Qashqar, Ürümçi şehirlerini ziyaret kılıdı. Amerika Qo'shma Shtatlari yana ba'zi g'arb davlatlari Jungo hukumati Şinjanda yana mustamlik Uyg'uriston yo'li qo'ygan irq yo'qotish va majburiy emgak kesilish siyosatini to'xtamay ayblab keldi.